Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda yerda yotgan fuqaro vafot etdimi sarlavhasi ostida video xabar tarqaldi. Biz vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida manzilga yetib keldik. Voqea aynan mana shu hududda sodir bo'lgan. Videoda siz noma'lum fuqaroni taxminan shu joylarda yotganligini ko'rishingiz mumkin. Kechqurun soat 7larda Ujinga ketdim. Ujinga ketayotganda bir 3 ta yigit xursandchilik bilan yuruvdi. Baqirishib, qichqirishib, xursand edi, hammasi kulishib yuruvdi. Qaytib kelsam, talpa minisalar, tushunmay qoldim. Nima bo'lganini tushunmay qoldim. Rasmiylar tomonidan taqdim etilgan xabarga ko'ra, bir nechta fuqarolar o'zaro janjallashgan. Ularni ajrataman deb orasiga qo'shilgan fuqaro esa kaltaklanganligi aytildi. Aniqlik kiritilishicha, kaltaklangan fuqaro 1994-yilda tug'ilgan. U darhol yaqin hududdagi shifoxonaga olib borilgan. Ayni vaqtda ahvoli qoniqarli ekanligi aytildi. Janjallashgan fuqarolar esa ichki ishlar bo'limiga olib boriladi. Muxbirimiz Hayotbek Rahimboyev Millar Postda ko'rsatuvni suratga olayotgan vaqtida mazkur holatga guvoh bo'lganligini aytdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, fuqaro hushini yo'qotib, aynan mana shu yerga yiqilgan. Bu yerda uning oyoq kiyimlari saqlanib qolganini ham ko'rishimiz mumkin. U 3 ta bola kim edi? Tanimayman bularni. Men ham birga yaqinda ishlaganman, tanimayman. Yerda kaltaklanayotgan fuqaro kim? Uni ko'rganim yo'q. Janjal bo'lgan, janjaldan keyin kelganman men. Nima sababdan janjal bo'libdi? Atrofdagilar aytishdimi? Bilmayman. Lekin ana yerda bir jup poyabzal bor ekan, oyoq kiyim. Mast holatligini bilmayman, lekin bir-birini quchoqlashib xursandchilikda yuruvdi. Mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Shu o'rinda fuqarolarga eslatib o'tamiz. Jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish va o'zgalarga tan jarohat yetkazish o'rnatilgan tartibda javobgarlikka tortishga asos bo'ladi. Jinoyat uchun jazo muqarrar. Millar voqealar rivojini o'rganib boradi. Sodir bo'layotgan holatlarga eksklyuziv ravishda tezkor guvoh bo'lishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting.